Assalomu alaykum. Mana video haqida ko'pchilik so'radi. Qanaqa qildingiz? Shunga men sizlarga qaysi saytga kirib, shu haqida tushuncha bermoqchiman. Bu saytning nomi shunda internetga kirasiz, saytga kirasiz, besplatni mana kirdingiz. Saytga kirganingizdan keyin mana bu Popro besplatni pul tushirasiz. Pul tushirganingizda sizdan so'raydi. Masalan, men 890 ga sotdim, lekin adashgan ekanman bunga, chunki slovo menga kerak emasda. Chunki gap yozib, masalan, ChatGPT ga o'xshatib maqsad bo'ladi. Lekin men tagida ma'nolarni sotib olishimiz kerak. Ko'proq mana medialar kerakda. Media 50, media 120 shunga. Sababi siz qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, media kerak ishlaydi xolos. Hozirgi videoni ishlash uchun sizga hozirgi videoni mana populyarniy joyiga kirsangiz, mana shu yerda mana tanец герой bor. Tanец геройga shuni joylashtirasiz mana yerda 720 qilib qo'yishingiz kerak. Oyog'ingiz bilan boshingizchalik bo'lgan rasmni joylaysiz bo'ldi. Mana 480 qilsangiz sifatsiz chiqib qoladi. 480 ni 24 ball, 720 si 48 ball.